Dünyadagi eng ulug' mal sotuvchi degan bu kitob amerikalik taniqli yozuvchi Augie Mandino-Mann ismi og'zimga kelmadi buning. Shu kishi yozgan. Endi bu kitob hozirgacha 20 necha xil tilga tarjima qilinib, tiraji 10 milliondan oshgan kitoblarning birisi bo'lib qolgan. Bu kitoblarning har xil bosimlari va balkim ko'rgan bo'lg'aytinglar. Endi bu kitob savdogarchilik, korxonchilikdagi eng muhim tavsiya qilingan kitoblarning birisi shu. Dunyoviy shuhratga kitobda bu. Endi bu kitobdagi mazmunlar ichida mandaq bir isl mazmunlar bor. Birinchisi, men butun yuragim bilan bugunni suyman. Muhabbat eng kuchli qurol. Muhabbatning kuchi nihoyat cheksiz. Kitobda biz uchirgan har bir odamdan qanday muomala qilamiz? Yuragimizdan muhabbat bilan muomala qilamiz. Onlarga illiq kulimsirgan ko'zimiz bilan muomala qilamiz. Bu gap bizdan bag'o bo'lmasa illiq chiroy, oshmag'in do'kon saroyi. O'xshaydi ekan gapchi. Bu kitobda shunday deydi, dal ko'zlaringizdan, yuragingizdan boshqalar illiq mehr muhabbat biralgan vaqtingizda har bir gap so'zlaringizdan yaqinlik muhabbat chiqib turgan vaqtingizda onun keyindan tozg'imi tog'oq sota olasiz deydi. İkincisi, navada bugun mening hayotim eng oxirgi bir kun bo'lib qolgan bo'lsa, ham kitobda mandaq debdi, hayot odamga faqat bir qitim keladi. Bugungi bir kunimni isrof qilayotganim, shu o'zimning hayotini isrof qilayotganim. Hayot nihoyat qimmatli. Har bir kunni intayin qadrlashni bilishimiz kerak. Chunki har bir kun, har bir minut, har bir sekund qaytlanmaydi. Ya'ni endi bugunni biz bankka qo'yib evlay degan olmaydi. Bugun mening ortiq 5 soat vaqtim borki, bankka qo'yib evlay degan olmaydi. Beliq bir mudon nimchi qilgan kinoda ashtaq chiqib deriz, shunami? Keyinchiroq sochda olib qolsa, endi bulubmi yoshligimiz ushqandek o'tib ketdi, shunami? Shuning uchun endi bu yerda buyukdek to'rda mal setayotgan yoki o'zining amaliy do'konlaridagi savdo setliqlarini texnik yaxshi qilsam bo'ldi deganlarga, menimcha bu kitobni bir o'qib, tushunib beqishinglarni qattiq tavsiya qilman. Dunyodagi eng ulug' mal sotuvchi. Endi bu kitobni o'qib, siz dunyodagi eng ulug' mal sotuvchi bo'lib ketamizmi? Shu atrofingizdagi, shu noyingizdagi, shu shahar yoki shu o'zingizning chambergidagi eng yaxshi mal sotuvchi bo'lib ketsangizmi? Hisob shuning o'zimi bir tutuq. Shunami? Yoqtirgan do'stlar, siz seri qadrini setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.